Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Olmajon Hoji akam xonadoni yakunlaganimizga ancha bo'lib qoldi, bir oycha bo'lib qoldi. Akamiz xizmat safarida edi. Duolarini olib, ko'nglini olib, ko'nglidan rozi rizoligini so'ragani keldik. Aka, ishlarimiz ma'qulmi? Juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli bo'lib, mana biz aytgandan ham xudo xolisa chiroyliroq bo'ldi. Chiroyli materiallar ishlanib, juda ham ko'rkam, hashamatli va chiroyli uylar chiqdi. Biz o'ylaganimizdan ham chiroyli chiqdi. Ma'qulmi aka ishlarimiz? Ma'qul. Hammaga tavsiya qilamiz. Shunaqa chiroyli qilib tomlarni yopib, shunaqa uylar solishdi. Marhamatda Duo qiling. marhamatda yangilikda bu. Biz havas qilyapmiz, zo'r. Juda ham hali bir tomlari ham hamma havasga bo'ldi. Tevalari ham uy bo'ldi, tom tepalari ham yaxshi bo'ldi. Alloh taolo bundan-da Duo ziyoda qiling, qilsin, ishlaringni rivojini qilsin. Sog' salomat Alloh panohida bo'lsin, bizni himoyasiga asrasin. Ularni ota-onalarini umrlarini uzoq qilsin. Ota-onalariga rahmat. Shunchalik ishlarni o'rgatib, shunchalik ko'chaga chiqarib qo'yganiga behisob shukr. Alloh uzoq umr ko'rsin. Bularni baxtiga sog' salomat Alloh panohida bo'lsin. Allohu akbar aytganingiz kelsin. Aka rozi bo'linglar. Aka bergan osh tuzingizga, bergan pulingizga rozi bo'ling. Pullar baraka topsin. Sog' bo'linglar. Puldan baraka topinglar. Zo'r. Ishlaring Juda ham til ojiz, qisqasi til ojiz. Ko'chadan ko'rib havas qilamiz-da buni. Rahmat. Yana tomlar, xizmatlar bo'lsa, Xudo xolisa aytamiz. xizmatdamiz. Mana yana kelajakda matlarga uy solamiz, 3-4 xonali uylar solib, mana shularni hozir yangi planlar qilyapmiz. Yana kelib o'zingizlar xizmatda qilib berasizlar. Rahmat, rozi bo'linglar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.